Obunachilar sizlar uchun Urganch shahrida yangi qurilgan Novostor ülkemizin 5. katında acayip 72 metr kvadrat 3 xona kvartiramiz cihazlarına satışa çıktı. Öte full yurttuğan lokasyonu Babur Mirza Dekan supermarket 50 bölümü deganlar derçemiz xula zo'r chiroyli joylashgan ekan. 2 soat 10 yarim bo'lsa meni xalq uchun xizmatdan. Faqat sizlardan shu like, obuna bo'lib umidimiz. Liftimizga ega joyimizda gaz var hem karish to'shnamoqda. Va sindir buyum bozor ketadi. Men bu tarafim chap taraf Olimpiya stadioni, doğrumuz Darita savdo majmuasi. Madaniyat, ma'rifat o'choq bo'ladi. Birinchi qavatda natural, xonasi turar xonadonlarimiz. İkincisi naq bilan chiqadi masalan. Esa echallar bilan batata tushuntirib bersak, bismillahirrohmanirrohim. Obunachining kortini to'liq tushuntirib bersak, bismillahirrohmanirrohim. Ajoyib joyimiz ekan. Shunda 7 qavatli binomiz 5-qavatida joylashgan ekan. Umumiy kvadrat metri 72 metr kvadrat. Joyimiz o'ta full degan bo'ladi. Olg'in ham sotqin ham nasib qilsa, hamisha to'lab o'tish shu xonadonimizda. Gireyoshimizda rakoynam joylashgan ekan obunachilar. Sensorli datchikli oynalarimiz hozir trend. MDF aralash kombinatsiya fon, daraxtli ishlanib qo'yilgan. O'ng tarafimizda oshxona, mehmonxona, hojatxona, doğrumuzda sanuzelimiz. Liftler ishlatib, kafir bu yerda topli pollar urilgan ekan. Eshikdan taglarida poroklar yo'q umuman. Hojatxonamiz yana ajoyib unutadilar. Kafir bilan matvi svetina, kafirlar 60-120lik ventilyatsiya joylari bor. Bu endi oshxonamiz. Oshxonamizda berimizda 4 odamlik stolimiz, gaz plitamiz, berimizda ajoyib o'zining taom pishirishini peshkalan bor, gazlar ega, havo tozalovchilarimiz, beda mo'ykamiz, kafirlar yaxshisindan, eshiklarimiz yana tomoshalarimiz hammasi zo'r. Zilfi filmlarimiz chiroylisindan xolodilnik qo'yilgan ekan. Berimizda balkonimiz nechik ko'chan atmosferada karishdan ochib o'tamiz. Berim kafedan bo'lgan ekan. Oynalarimiz zamonaviy oynalarimiz qo'yilgan. Do'q kontini katyolar ega yana. Xullas degan bo'ladi rus filmlarki. Beda bemalol foydalansa bo'ladi oshxonadan. Laminat pollar, xullas zakoni. Benim seni ledlar qo'yilib o'tilgan ekan. Daroqli ishlarni aytib o'tdik. Patoloqdan qo'yilgan ekan kuxonamiz. Endi kelsak bo'lsa, bu xonamiz spalniya joylashgan ekan. Spalniyada birinchi kutib oladigan chap tarafda shkafimiz katta hajmli. Bu polkali. Benim seni ayollarniki bo'lsa, shkafi bu erkakniki bo'lsa, yana bemalol gimna sig'adi. To'muchkasi past tarafda joylashgan. Osmon turmalarimiz yana sensorli datchikli. Yana perdelarimiz ham, oynalarimiz ham yaxshisidan qo'yib o'tilgan. Podoknik radiatorlarimiz, yana bo'lasalar ideyalarimiz. Fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiraverasiz o'zingiz. Xullas, yana berimizini chiroylatib oyna qo'yib o'tilgan. Tom shaklida, yana sum tom shaklida. Razvedkalarimiz chapdan o'ng taraf bedaram bor. Hamma yerdan foydalansa bo'ladi. Pulinstondaga oq svet kombinatsiyada sotilgan ekan. Oshxona güzeldi, hojatxonamiz, indiki navbat sanuzellarimiz ahamiyat bersak bo'lmasalar. Yine sanuzellarimiz, berimizda rakoynamiz, tom shaklida oyna qo'yib o'tilgan ekan. Kir mashinamiz Immer firmalik 7 kilolik. Beston firmaligina baylar qo'yib o'tilgan. Obunachilar razvedkalariga kelgan. Dushoy kabina, berimizda chiroylisindan sushilka radiatorlarimiz bor ekan. Ventilyatsiya joylari ishlab turibdi. Osmoniy hojatxona bilan yumushxona porokli ish qo'yilgan ekan. Endi o'ngda chapda galereyalar, mendan fotograflarimiz ham niya ishni o'tilgan ekan. Bu xonamizda DC xonamiz, bilan fotozonamiz qo'yilgan. Birdan bir fotozona esa moshni oboy yoshlarnikini bemalol yuviladi. Jalyuzimiz esa niya ishini qo'yib o'tilgan. Shkafimiz kitob javoni bu yerda qo'yilgan ekan. Bu tarafimizda polka, bonimiz esa
giyim asmaka. Bağlanma bemala giyimlə sırada. Patologla bələdliki uçtan ziyad, bir də dərs yallamaka, udobnaklığa züdür yenə ki. Ton şeylərəm var, razvetkələrəm, bemala. Nereye tamamda? Şimdi iki fərzənd bağındaki matraslara yaxsından qoyular yine. Bemala faydalansa boladı. Bu binamız 7 kvadratdan təşkil tapqan. Şunu 5-ci qatında 72 metr kvadrat 3 xanadakı bölünməlik eşiklərimiz yenə bələdliki 210. Bu xanamız indi mehmanxanamız. Tak 12 adamlıq stulumuz, MDF, akril, çıralısından özün nadalı kandırla koyulgan televizor zonamız. Suni bu tamamsa nav koyulsan sanırım kovaleslerine sivetler yanadı. Smart televizorlar. Şimdi kenara bu tamamımız yine şolka matal 50'ye kararsın. Köçerden mezarlı görüşleri yapılacak. Yine hullas kanserimsen bu. Yine güllerimsen. Hullas sırayla tip. Götürgene ki. Cayın feyzi öte full dediler ki. Hazır elektromobiline tələb güçlü. Şimdi remontlu cayların tələb güçlü. Şunda ikilemçen var, naklanma, bartiranma. Lokasiya şolkamata narxı 72 milyon 3 kanalı 72 metr kvadrat. Həsə hər daim bildik nominəsindən 88 601 70-70'e. Alğanan satqanan büyürsün həmişə şunu xanadallar. Həmməsi bundan bir hasan almış nəsib qılsın. Tok montaj, zötkən, mebelsi, santexnik, satqanan, fatqanan həmməsinə kətdə rəhmətliyimiz. Həsə sağ olunla, aman bulunla. Kəsələmizə şifa versin, yurtumuzun tırşıqı göz deyməsin. Üsüzlənəm üylü bola vergi, yalaxa 10 min dəfə həmmə tiləklərimiz özü vergimiz. Həsə fikirlərinizni yaxşı fikirlər kommentarda yaz qıldırır. Sağ olunla.